Qolyog'ochdan qamchiqlar otqilar. Dadasini yomon desang dod qilar. Qolyog'ochdan qamchiqlar otqilar. Dadasini yomon desang dod qilar. Chechenlida bobosini mot qilar. Chechenlida bobosini mot qilar. Toycha bo'lib chopib yurgan to'y bola, shirin bola, shakar bola. Shirin bola, shakar bola, toycha bo'lib chopib yurgan to'y bola. Yaxshi ko'rib o'ynagan qum bo'lar, ayasini yonida bir zum bo'lar. Yaxshi ko'rib o'ynagan qum bo'lar, ayasini yonida bir zum bo'lar. Gulbom dadasiga dum bo'lar. Gulbom dadasiga dum bo'lar. Toycha bo'lib chopib yurgan to'y bola, shirin bola, shakar bola. Shirin bola, shakar bola, toycha bo'lib chopib yurgan to'y bola. Yaxshi ko'rar ammasi-yu xolasi, deyishar jigarimni bolasi. Yaxshi ko'rar ammasi-yu xolasi, deyishadi jigarimning bolasi. To'ylariga novvos boqar tog'asi, to'ylariga novvos boqar tog'asi. Toycha bo'lib chopib yurgan to'y bola, shirin bola, shakar bola. Shirin bola, shakar bola, toycha bo'lib chopib yurgan to'y bola. Yarashadi yig'lasa ham, kulsa ham. Yo'q erkalab, yo'q tumtayib tursa ham. Yarashadi yig'lasa ham, kulsa ham. Yo'q erkalab, yo'q tumtayib tursa ham. Uyat bo'lmas ishton kiymay yursa ham. Uyat bo'lmas ishton kiymay yursa ham. Toycha bo'lib chopib yurgan to'y bola, shirin bola, shakar bola. Shirin bola, shakar bola, toycha bo'lib chopib yurgan to'y bola. Dadasini armonlarini o'ldirar, ayasini sandiqlarini to'ldirar. Dadasini armonlarini o'ldirar, ayasini sandiqlarini to'ldirar. O'rtoqlarini nisholdaga to'ydirar. O'rtoqlarini nisholdaga to'ydirar. Toycha bo'lib chopib yurgan to'y bola, shirin bola, shakar bola. Shirin bola, shakar bola, toycha bo'lib chopib yurgan to'y bola. Katta bo'lib o'zi topar nonini, vataniga fido qilar jonini. Katta bo'lib o'zi topar nonini, vataniga fido qilar jonini. Tiklar yana o'zbeklarning shonini, tiklar yana o'zbeklarning shonini. Toycha bo'lib chopib yurgan to'y bola, shirin bola, shakar bola. Shirin bola, shakar bola, toycha bo'lib chopib yurgan to'y bola. Tahoratsiz yurmas endi shu kundan, joy namozni olib bering bugundan. Yaratganga sajda qilsin bugundan, toycha bo'lib chopib yurgan to'y bola. Shirin bola, shakar bola. Shirin bola, shakar bola, toycha bo'lib chopib yurgan to'y bola. Shirin bola, shakar bola, toycha bo'lib chopib yurgan to'y bola. Shirin bola, shakar bola, toy bola. Muhammadga ummat bo'lgan boy bola. Davlatim otam bor, davlatim otam bor. Ah mening mehribon onam bor. Yonimda yurarlar, yonimda yurarlar. Meni yaxshi ko'rarlar, akam bor. Davlatim otam bor, davlatim otam bor. Ah mening mehribon onam bor. Yonimda yurarlar, yonimda yurarlar. Meni yaxshi ko'rarlar, akam bor.
o'ynasin, gul bering qo'llariga yayrasin. Yonimga kelinglar, duolar beringlar, o'ynasa yaxshi kunda o'ynasin. Otalar o'ynasin, onalar o'ynasin, gul bering qo'llariga yayrasin. Yonimga kelinglar, duolar beringlar, o'ynasa yaxshi kunda o'ynasin. Dunyodagi mening yaqin insonlarim, eng yaxshi kunda yonimda turgan insonlarim. Dunyodagi mening yaqin insonlarim, eng yaxshi kunda yonimda turgan insonlarim. Assalomu alaykum, asal qadrmenli mehmonlar. Qo'shimlarimiz qayda? Bu bo'lmaydi. Bu oz bo'ladi. Hurmatli xonimlar va mirsonlar, bugungi orasi to'y, bugun quvonch, bugun shuhrat ko'rsatgan Gulzoda xonim bir o'g'ilma sunnat to'y, jamiyatga bir o'g'ilma 11 yoshda so'radi. Hurmatli xonimlar va mirsonlar, bir ayqay qo'shimlarimizni taqdim bir eshitib qo'yaylik. Xo'sh ko'rdingizlar. Alenda asalida xonimlarga mirsonlar, bugungi kuni orasi quvonchli to'yning o'rtasida barchalarimiz o'rtamizdan turib qo'ysangizlar. O'rnimizdan turib qo'yaylik. Tomosha, kerak xonimlar va mirsonlar. Almatı'nın ademi arayla keşinde sizler menen Allah'ın altın didorun menen sizlerin kavuşkanımızga şükürçülük etemiz. Adında hanımlar ve mirzalar, bugünkü toyduk iyisi mene Allah'a şükür Rasulullah sünnet toy. Ruslan'la 11 yaş. Şöyle toy üyeleri ortada korsanıza şuhret gülsada. Ortada elmin kirimi edip çıkartır. Jaz enişe, estradanın şarkı жұлдызы Ruzi Boy Mırza, marhabat! Toylar var emesiniz. Hadi başlayalım.
Sağ bo'lingizlar. To'ydan muborak bo'lsin deymiz. Sonra. Rahmet. Ne kadar birbirine gel biraz bu kaptı. Akacan. Aman moli. Rüzüm ayda koşametleriniz. Rahmet. Ben de birbirine biraz oldum. Allah aşkına. Özüm öz anam diye kazaklar. Özel olaylar, bağımlar. Hoş görürsüzler. Hoş gördük. Hadi de kadırlı hayır. Bugünkü olan asır toyumuzda özünün bir kerenek botası menen bugünkü şol aksakalımızın birigiylerine men ortaga asa hurmetpен Tursunboy ata başlagan Davlat ata koştuğan toyun bataсын berip berіңіздер aziz toyalarımız. Marhamat, kelingizler. Hoş geldinizler, ortağa kelingizler. Хошемет деп қойайық. Ну что ж, дорогие друзья, внимание, ортаға баршаларыңызды алып, бүгінгі керемет сән салтанатын құратын әдемі кештегі мен екі кісінің атаған етім Шухрат аға. Шухрат ака, бой. Хошемет қойды. Ака. Құтты болсын. Чош қойды. Satış görmüyor. Bana o kadar Hoşegetlep koyarım, rahmet. Mene toy iyisi yüzünde kulüp dursa o peygamberimiz sünnet. Ne? Hoşegetlep koyarım. Hala ülkenimiz kaysı, dadası kaysı, dadacan kaysı. Marhabat. Oh, tahya. Ha, жердің берекесі дария, үйдің берекесі дұғалы ауыз қария. Сол қарияның батасымен бақытты болған қаншама жас жан ұя деген екен. Қош келдіңіз. Кішкентай балапандарға өз тілегіңізді тілеңіз. Avvalo assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar, mezbonlar, aka-ukalar, opa-singillar. Mana nevaramizni to'yga kelganlarimiz xush kelibsizlar. Oldilaringizdan noz-ne'matni olib o'tiringizlar. Yaxshi o'yin kulgi qilib, sog'-salomat o'z vatanlaringizga yetib borishlaringizni tilab qolamiz. Nevaralarimiz katta yigit bo'lsin, oliy ma'lumotli bo'lsin. Ota-onasining orzu-havasini yetib ko'raversin. Umrlari uzoq bo'lsin, yuzlari yorug' bo'lsin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmet ata, dada, aytqanınız qabul bo'lsin. Tilek ayttınız bizge, tilek ayttınız menge, tilek aytkan sizge, jasınız geçsin 100'ge. Armen qarayın, özünüzden yalvastırayıq. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mehmonlar, ukam mehmonlari. Xush kelibsizlar. Mana shu nevaramizning sunnat to'ylariga Ruslanjon, Rasuljonlar katta yigit bo'lsin, katta el qatori, ko'p qatori katta yigit bo'lib yuraversin. Hammalaringizga xush kelibsizlar deyman. Ozlar oldlaringizga qo'yilgan noz-ne'matlardan olib o'tiringizlar. Avvalambor xush kelibsizlar. Mana ukamlar ham baxtli, saodatli bo'lib qo'sha qarib ketaversin, bolalarning rohatini ko'raversin. Mana shunday chiroyli o'yin kulib xursandchilikdan o'taversin. Sizlardan iltimos qilamiz, mana shunday chiroyli bo'laversin to'ylar. Hammani to'yga yetkazsin. Rahmat, xush kelibsizlar. Kelganlarga rozi bo'linglar. Hamma biri Allah kabul etsin. Bundan biri vali, 40'tan biri Kıdır Aleyhisselam. Sol tilekten kabul olsun. Amin. Allahu Ekber. Armen qara ağalarımız sizlerden de bir tilek aldırtayıq. Hürmetli hanımlar, bermen qara nazarlarımızda, didarlarımızda bir koyunuzlar. Ülkeni qaysı? Assalamu alaikum. Assalomu alaykum jamoat, akamning mehmonlari, akamning shu sababchi o'g'illari sunnat to'yga Ruslanjonning o'z to'ylarini qilganiga katta rahmat, Xudo beraversin. Hammalaringizga rahmat.
xush kelibsizlar avvalambor. Shu o'g'illari katta yigit bo'lib ota-onasining xizmatini qiladigan, obro'li, e'tiborli, yaxshi bir aql, imonli yigitlardan bo'lib yetishversin. Shu akam ham, kendarim ham baxtlari yuzga kirguncha bo'lsin. Rahmat. Ana senga qanday marhamatli tilak. Endi andan qara iskini kiygan ademi ko'k ko'ylak, ketpesni oq ko'ylak deb o'zingizning tilakni olmasmang. Assalomu alaykum. Asha akamning mehmonlari. Hammalari xush kelibsizlar. Yasha Ruslan Rasullarning to'yiga xush kelibsizlar. Mana shu akamlar kelgan ham baxtli bo'lsin. Nima niyat qilsa niyatlarga yetsin. Hamisha o'yinga bo'lsin. Mana shu to'ylarda hamisha shular xursandchilik bo'lsin. Nima niyat qilsa niyatlarga yetsin. Bizga ko'mak qilsin. Ikincisida bu so'zni bergan Raspolatning o'zini. Men o'zi sizning hurmatingizga ikinci qarshılayman. Dadacan, qo'shilib turaylik o'zimizga. Rahmet, endi jasi shartlab bilet ketishimizdir, qartaymadimizni yetkazishimizdir. Bugungi to'y estilik bo'lsin. Bizga Hamek Production'da estirgan söyleyeceksiniz. Qayırılda keng dasturxondan tamoqdan ishib jeb o'tiringizlar. Endi asa martabali xonimlar, jaydi mirzolar, ardaqda og'alar. Bugungi endi to'yimizda Xudo nasir quvonchli kelimi Mong'ulburda beyitin bizning qozoqning qarag'oz qizlari. Biz bu qizlarda Toshkent shahardan kelib o'tirgan qizlar, Golden Shop qizlarga qo'shilib o'tiribsizlar. Boy.
Tamashha. Endi har g'ayrimda. Bugungi men endi o'rtaga to'yning iyesi. Mening Shuhrat akam qayda? Shuhrat aka qaydasan? Gulzada Jengi. Gulzada Shuhrat. Shuhrat akam. Shuhrat aka. Bular ikimizning de bo'yimiz birli. Xudoy bergan bo'y. Voy. Jengeshkam, qo'laysan? Tamosha. Qishda. Endi hurmatli ag'ashiki, mana kelgan qo'noqlar sizlarning yuzlaringizga qarang, ko'zlaringizga qarang. Sizlar kulib tursangizlar, qo'noqlar da andishib kulib rizo bo'lib o'tiradi. Tamosha, Allohga shukr. Endi Shuhrat aka, bugun to'y. Bugun to'yda bir yaxshilab bilib berasizlar. Ну что ж, дорогие друзья, у нас мне правой стороне, левой стороне, там здесь, да? Он канат, сол канат, вот он. Енді байғылайын, левой сторона. Біздің, оңғол чапқол, оңғол чапқол, оңғол чапқол, солғол чапқол, біздің Shuhrat ағаның командасы. Сіздер емес. Команда. Мен қазір ағам ортада берейін. Давайте все поддерживаем. Айқайлаймыз, шулаймыз, сызғамыз. Келсеңіз ба? Келіп аға. Тойды басаны барасыз, бересіз, қайт бересіз. Келсіз ба? Gülzada qo'tir aytadi. Bizim boy ancha bilga olmaydi. Men hozir bilgan kezde mening komandam o'rnidan turib, qo'lina bokalni olib, поддержка berdi. To'xta! Я вас не слышу! Gülzada chekka. Ketdik-a? Шымкент шоқар жақынбыз ғой бізге бірімізге Аллаға шүкір. Ал енді жеңге аға, мына келген қонақтарға ас берейік, ұсынайық. Мен ортаға қазақтың керемет байырғы дәстүріменен біз қанша мұсылман, әлім сақтан бері дініміз мұсылман, өзбек мұсылман, қырғыз мұсылман, қазақ мұсылман, Аллаға шүкір, үлкен ас келеді. Үлкен аста ортаға қарсылайық.
Atasına dua gerek. Ben odada dua veredim. Devlet ata dua versin. Devlet ata. Buradan geliniz. Dua veriniz sizge. Dua ettiniz mi? Dua veriniz. Amin. Aldılarından nemetler, Allah'ın Allah yolunda Kudayı gözünü içinde verilen umurlar, uzak selamet olsun. Hatta yedik olsun. Amin. Allah. Yalan. Oldingizga qo'yayotganda ziynatlardan olib o'tiringizlar. Allohu akbar. Shukursizlar degan. Esonaman shu yigitlar katta yigit bo'lsa, el qatari ko'p qatari katta farzandlarni bu chop-chop qilib yuraversin. Çok kıla bilebilirsin, hemşirde olmasında. Ne yapalım sonra? Damaşa rahmet. Al kıymetli hanımlarımız olsun, aslarımız değerli olsun. Allah'a dayanışlar, al otururlar. Sizlere ülke rahmet, sizlere de toy bölümüne jayglasınızlar. Al, Şuhrat, aka, Cengi, sizlere de toy bölümüne jaygasın koyuyoruzlar. Marhamat. Ardaqtardak tağayın, bugünkü saltanatlı geçide Şuhrat akam aytdı. Bekzat ukam dedi. Sen bugünkü toyda aşbila dedi. Ən ayt dedi. Sen asabasın, әрі aktörsün, әрі әншісің dedi. Ben endi Şuhrat Kökem'nin atından ən aytıp vereyim. Şemşe Kaldayakov Sıgan Serenası. Циганская серенада.
Shuhrat aka, mening qasmozon kelingiz. Men endi o'sha to'yning alg'a tilegin oldirtayin. O'sha to'yga kelgan mehmon bor. Ulkan ata-opalarimiz bor. Aziz analarimiz bor. Avletning ulkanlari ata-ajesi atasi Aleksandr Tursunbay nag'ashisi, atasi Davlat janada Mirzo Shafqat Mariya Muhammeddin janada Sonbar apa janada Xolbi anasi kelingiz. Onajon to'y to'rine kelingiz. Bilib kelingiz. Дорогие друзья, на щедрой земле Казахстана живут многие люди. Я рад, что меня жизнь свела с такими. Сегодня праздник у детей и у нас всех. Вот он, Расул. Вот он улыбается, значит, улыбаемся мы. Где Руслан? Руслан где-то там. Он скромный у нас. Я желаю всем здоровья и благополучия и семейного лада. Avvalambor xushxabar. Olib o'tiringizlar. Umrlaring uzoq bo'lsin. Kelgan qadamlaringga rozi bo'linglar. Hammalar to'yni yaxshi o'tkazinglar. Avvalambor yana bir bor xush kelibsizlar deymiz. Oldingizga qo'yilgan noz ne'matlardan obodligingizni istaymiz biz. Hamisha hamma xursand, xushchaqchaq bo'lib o'tiringizlar.
Xudo xolasa mana yigitning to'yi yaxshi bo'laversin. Rahmat kelganlaringiz uchun. Kattadan katta rahmat. Ko'p yashanglar. Rahmat. Avvalambor mehmonlar oldingizlariga qo'ygan noz-ne'matlardan olib bemalol xushchaqchaq bo'lib, xursand bo'lib o'tiraveringizlar. To'ylarga xush kelibsizlar. Shu Ruslan bilan Rasul to'ylari ham hammasi katta yigit bo'lib, o'zining katta bir niyat orzulariga yetsin. Xush kelibsizlar hammalaringiz. Rahmat hammalaringizga. Rahmet osday ademi tilekleringizga men de chin yurakdan tabarruklayman. Allohga shukr. Onajonlar qanday so'zlar? Hammashilar yaxshimi? Va onajonda silayton elimiz biz. Qarog'im nimaga burib qo'yay? Onajon ulkan o'zingiz o'sanamizdan bastay pensiyalar tushib yotibmi? Ha, Allohga shukr. Qancha so'm olasizlar pensiya? Manso! Meni kameralarni kim ko'rsatdi? Жалғастырайық, marhamat. Assalomu alaykum hurmatli va qimmatli aziz og'aynilar, aka-ukalar, ota-onalar, ukajonlarim, singiljonlarim, xush kelibsizlar. Mana Shuhratjon, Gulzadajonning bolalari, Ruslanjon va Rasuljonlarning sunnat to'ylari ekan. Men bularga uzoq umr, baxt, saodat, kelajaklarda yaxshi o'qish va ishlarda ulkan zafarlar tilayman. Xalq bilan birga yurib, birga turib, barchalarga xizmatkor bo'lishini so'rayman shu o'g'illarimning. Shu yerga qatnasholmagan og'ayim qarindoshlarning nomidan ham chin qalbimdan tabriklayman. Xush kelibsizlar og'aylar. Men qaray tilekning kesegin o'zlaringizga жалғастыртайын. Mana qanday sumbatda, qanday ayay. Voy, salonning o'zi qanday chiqqan. Voy. Eng basi musulmonda oramallarimiz qanday ademi, qanday ko'ribdi. Marhamat. Assalomu alaykum. Sayyohlardan kelgan aziz mehmonlar. Ukam Shuhratjonning mehmonlari, kelin Gulzadaning mehmonlari, xush kelibsizlar. Bugungi to'y bahonasi sunnat to'y, jigarlarning to'ylari ekan. Va umrlar uzoq, xalqqa xizmatkor, yaxshi farzandlar bo'lib, voyaga yetishini tilab qolamiz. Xush kelibsiz aziz mehmonlar. Rahmat. Assalomu alaykum. Zoyatdan kelgan mehmonlar. Mana shu ukamning vakillarimizning mehmonlari xush kelibsizlar. Mana shu ikki o'g'liga to'y beryaptilar. Ota-onalarning xizmatlarini katta yigitlar bo'lib, el xalq oldida ishlariga tilaklashmoq. Xush kelibsizlar. Avvalo shu barcha og'ayin, aka-uka, qarindoshlarimiz kelolmagan, ishtirok etolmaganlarning nomidan ham xush kelibsizlar deymiz. Rahmat. Barcha aka-ukalarimiz safarda yurganlarning kelolmadi endi. Shular uchun ham sizlarni xush kelibsizlar deymiz, tabriklaymiz. O'sha yigitlar to'y bo'lar, katta to'y bo'lsin, umri yoshi uzoq bo'lsin, yuzga kirsin, ota-onasining orzu-havosini ko'rsin. Mana mana shular ham to'yini qilsin, sunnat katta uylab joylab orzu-havoslarni ko'rib yuraversin. Sizlar rahmat, ko'p yashangizlar. Rahmet, mana жасық шақта бейнетке түсіңіздер, қартайып бүгін міне апамдар сияқты зейнетке түсіңіздер. Бүгінгі той 1000 жылдық естелікке суретке түсіңіздер. Суретке түсіп қойыңыздар. Гүлзада жеңге, келіңіз. Gülzada jenge, anajonlar, otajonlarga pul beradi. Sumkangizga solib berasiz. Rahmat, o'rtadan kelibingizlar. Men endi yaxshi o'sibijdan kelaman. Rezibay onlaringiz sizlar uchun ashulay qiladi, o'rtada jasab beringizlar. Marhamat.
assalomu alaykum. Mana shunday fayzli oqshomga, fayzli kechaga tashrif buyurgan aziz mehmonlar, Shuhrat akamizga to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Mana shu farzandlaringiz sizga xizmat qiladigan, ota-onasiga xizmat qiladigan, el yurtga xizmat qiladigan chiroyli bir farzandlardan bo'lib yetishini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Albatta Tojikistondan salomlar keltirdik. Barcha yaqinlarim mana salom aytib, mana shu to'y bo'lgani tojikistonlik yurtdoshlarimiz nomidan ham tabriklab qo'yamiz. Kandegin bo'lsin, nikoh to'ylarida ham kelib, shu o'z qo'limizdan kelguncha kichkina san'atimizdan chiqish qilishlik bizga nasib bo'lsin. Sog'lig'ingizda, salomatligingizda, chiroyli qo'shiqlardan ota-onalarimizni davomizga taklif qilib qolamiz. Raqslardan orqasidan barcha mana shu mehmonlarimizni raqslarga chorlaymiz. Qo'shiqlarimiz uchun davom ettiramiz. Marhamat. Yanımda durgan insonlar
Haliyle her vaqtdagay menimde erdo'g'aray ağayın do'stlarga men o'rtada tilekni tizginni shohirang. Jaksur marhumda tilegi. Sabrinsa, Zarida Zamira, Muqaddas, Solya, Shoira, Dilfuza, Dilnoza, Zarida Cengesa, Dilnoza, ağa Cengeler, ağayınlar kelingizler. Marhamat. Yengeler, siz уже ikinci ret çıkıp turibsizlar, sizning adınız iki ret o'qiladi ekan, tamosha. Endi xush keldingizlar. Вообще прическа вообще kuchli, super. Ulkaningiz qaysisi? Ulkanimiz. Tamosha, xush keldingiz. Siz kim bo'lasiz? Kim? Ukam bo'ladi. Ukam bo'ladi. Shuhrat ukangiz bo'ladi. Tamosha, qo'shamat deb qo'yaq akillerimiz. Yana bir assalomu alaykum, uzoqdan kelgan mehmonlar. Mana shu ukamning o'g'lining hamisha baxtini bersin, omadli bo'lsin, katta bo'lib ota-onasiga yaxshi xizmatlar qilsin, el-yurtga ham yaxshi xizmat qiladigan yigitlar bo'lib yetishsin. Xush kelibsizlar. Avvalambor assalomu alaykum. Uzoq va yaqindan kelgan aziz mehmonlar, mana bugungi singlimiz Gulzoda hamda kuyovimiz Shuhratjonlarning farzandlari Ruslanbek hamda Rasullarning sunnat to'ylari ekan. Men sizlarni xush kelibsizlar deyman. O'zimga berilgan fursatdan foydalanib, yana shu bugungi jiyanchamiz Ruslanbekni tug'ilgan kunlari bilan ham tabriklaymiz. Iloyim shu ikkala farzandlaringni orzu havasini ko'ringlar. Hamisha shu farzandlaring orzu kamolini ko'rib, yaxshi kunlarda, yaxshi xullas hammasi yaxshi bo'lsin. Shu ikkala jiyanchalarim baxtli, omadli inson bo'lsin. Hech qachon kamchilik ko'rmasin hayotda. Katta yigit bo'lib kelajakda katta bir xullas orzu kamolini ko'ringlar. Rahmat. Bu hayotda ilovga bo'lmaydi. Bu to'yda o'ynash kerak, bilev kerak, amaytu kerak. Bir qo'shamat deb qo'yingizlar. Endi qo'shasi, quvonchli qo'shasi deb eslatamiz. Men bir aziz onalarimiz yo'llashtaydi. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar, mezbonlar. Mana bugun ukam Shuhrat, kelinimiz Gulzoda, ularning o'g'illari Ruslonjon, Rasuljonlarning bugun sunnat to'ylari. Hammalaringiz xush kelibsizlar. O'g'illar Ruslonjon, Rasuljon, umrlaring uzoq bo'lsin. Ota-onangning xizmatlarini qil sizlarga. Umrlaring uzoq bo'lsin. Nima niyat qilsang, niyatlaringni yetinglar. Ota-onangning baxtiga omon bo'linglar. Bo'ldi, rahmat. Assalomu alaykum. Aziz uzoqdan yaqindan kelgan aziz mehmonlar hamda mezbonlar, aka-ukalar, opa-singillar, akam Shuhratjon, kelinoyim Gulzodalarning o'g'illari Ruslonjon, Rasul to'ylarining sunnat
mehmonlarga xush kelibsizlar. Men shu yerda qatnasholmayotgan akam nomidan ham tabriklayman. Ruslanjonning tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Yuziga kirsin, umri uzoq bo'lsin. Ota-onamning ruhlari shod bo'lsin. Ota-onamning ham nomidan tabriklayman. Rahmat, xush kelibsizlar. Arvahlar razı olsun. Arvahlar o yoqda bir ovlab yotgan chiqar. Navso arvahlarning ruhuna arnalab bile. Endi bugün toy qo'y, artidan urpog'i jalg'asib o'tir. Urpog'i toy ko'rib o'tir. Toy bo'lsin deb жатырбыз, tabriklab жатырбыз mana. Al endi Nurg'ul onajon, tilek aytыңыз bir-iki. Bugungi ishtib elingiz bir-iki. Tipay-tipay ko'z tiymesin, әдебиетке шашыңызды тибетейді. Так qo'shimcha deb qo'yingizlar bizning aziz onalarimiz. O siz kim bo'lasiz Shuhratga? Kelnaysa. Mana shu. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana shu yig'ilishimizning sababchisi qaynam, Ovsin Gulzada, ularning o'g'illarining Ruslanjon, Rasuljonlarning sunnat to'ylarida qatnashar ekanmiz. Ularga baxt, omad tabriklab qolamiz. Tug'ilgan kunlar bilan ham tabriklayman. Umrlari uzoq bo'lsin Ruslanning. Va mana shu yerda qatnasha olmayotgan Ovsinim, Ulmonayxon, Gulnazxonlarning nomidan ham tabriklayman. Hamisha katta yigit bo'laversin. Rahmat. Ruslanjon, bugun tug'ilgan kuning qutti bo'lsin. Umr yashing uzoq bo'lsin. Ota-onangning xizmatini qilib yuraver. Shu yerga qatnasha olmayotgan og'ayin qarindoshlarimiz, amakilarimiz nomidan tabriklayman. Biz de sizlerden tabriklaymiz. Canım dil anası barigal, 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 barigal. Canım dil anası barigal. Analar sizler, her kaşınızda edeyim sizler. Aman bolun sizler. Hayatına. Gülzada hanım, Şukrat Mirza, mana qanday bizning apkelerimiz, kelinlerimiz, jayda o'z bog'imiz söyleyip жатыр. Men aytib olsa, qonaqlar jashlab tasirban to'rga joylashgan kezde. Bugungi bu restoranimizning boshlig'i ahli. Bu bizning Ruzi bayan aytibdi qo'y. Tojikistonning xalq artisti. Bizning de Qozog'istonning xalq artisti Embek suygan qaratlari Bag'ushan Mursa. Xalq artisti. Assalomu alaykum. Негізі қасында өйтті енді. Құдай қаласа жұғысты болсын. Армысыздар, құрметті тойшыл қауым, той баласын. Баршаларыңыз осында кереметті жұғысты болсын. Енді біз тараптан әсем ән болсын. Баршаларыңыз ортаға вальске шақырамыз. Той баласын. Қошеметтеп отырамыз, Кішкене техникалық ақыл болып тұр екен. Қалай көңілге жақсы ма бәрі? Керемет той болып жатыр екен. Енді Муслим Магомаев атамыздың репертуарындағы бір әнді сіздерге тарту етейін. Море вернулось, город чаю, песни приводят, рассвет пробудил. Сердце как друга, море встречает, сердце как песня летит из груди. Море, море, преданным скалам, ты одиноко магаешь прямой. Море, возьми меня в твои дали, скоро Самары
Көп рахмет. Аман болыңыздар. Бүгін той, бүгін қуаныш жұп болсынған. Баршаларыңызды ортаға қияларына шақырамыз. Бүгін той, бүгін қуаныш бүгін береке. Тойласыздар ағайындар. Приглашаем всех на танец на площадку, уважаемые гости. Rahmat. Gulzada Chekka Shuhrat ağa, aka, mening qosima kelib qo'yingiz. Keringiz ağa. Gulzada Chekka молодец. Gulzada Chekka ishimi? Ishlatimi? Ma'lum. Aqrinda pivo ishlamam qo'ydi. Bilgan qo'yinga jur'atmi? Gulzada Chekka молодец. O'rtog'ingiz молодец. Qanday keldi? Al endi ağa Chekka men endi osmondaga yaxshi tilak niyatda kollektiv mama mana Qazkidis balabaqshasining o'zimdostlarini kollektivlarni men o'rtaga chaqirayman. Bugungi ko'shni boshlagan apaylar Laziza, Bayan, Gulzira, Möldir, Nazirga, Sinegul, Dinara alma boshlagan bizden o'zimdostlar kollektivi kelsin. Qalaysizlar, amansizlarmi? Molxovlar
болмаса сәлек қалдым ғой мұнда мен. Тамаша әзілдеп жатырмын. Балабақша тәрбиелері сәбилерді тәрбиелейді. Сәбилерді алақанында аялап ұстайды. Бір қошемет деп қояйық. Біздің аналар. Қош келдіңіздер. Енді мынау коллективтің арасында басшы деген болады. Басшысыз ба? Жаным, асырап алыңызшы мені. Ақшалар көп кісілер ғой десеңді. Әзілдеп жатырмын. Есіміңіз кім еді? Азиза. Лазиза ханымға бір қошемет ұрып қойыңыздар. Көзіменен ауса Айгерімнен, өзі бір алмайдау абай сүйген Айгерімнен, кешегі Төлегеннің жүрегін дір еткізген Лазизаның қошеметтен қай жерген? Қайырлы кеш, құрметті қонақтар. Гүлзада негізі біздің балабақшаның ең алғашқы жұмысшылардың бірі, преданный деймін ғой. Балабақша ашылмай жатып, Гүлзада бізге жұмысқа кірген болатын. Қаншама адам келді, кетті, ыстықта да, суықта да, Гүлзада қасымызда бірге. Сенің пейіліне рахмет, сенің көңіліне рахмет, сенің ниетіне рахмет. Гүлзадаға қарап қатты қызығамыз, өйткені өзіне өте көп қасиеттерді жинаған адам. Төзімді, шыдамды, сабырлы, қашан қарасан да күліп жүреді. Ал бұл әйел азаматына өте әйел азаматында сирек кездесетін қасиеттердің бірі десем де болады қазіргі заманда. Сол Гүлзада бақытты бол. Ты заслуживаешь этого. Қаншама жұмыс істеп, өзің қайраттылығын бізге көрсетеді да, Гүлзадаға қарап шаршамайсың. Шаршама. Осы жасап жүрген еңбегінің барлығы саған болашақта бала-шағаңнан оралсын, жақсылық болып. Біз саған ризамыз, сені жақсы көреміз. Сол, бақытты болыңыздар. А вам очень повезло с ней. Знаете? Сол, бақытты болыңыздар. Тойларыңыз тойға ұласын. Бар жақсылықты тілеймін. Екі дүниенің бақытын тілеймін сіздерге. Жасап жатқан жақсылықтарыңыз барлығы Аллахтан 10 есе, 100 есе қайтарылсын. Рахмет, Лайсыз ағаныма қошемет ұрып қойып. Сізге повезло деп жатыр ғой? Оған тоже повезло. Қандай жігіт, өзім сияқты бой кішкентаймын. Кішкентай шайнек тез қайнайды дейді өзім сияқты, Аллаға шүкір. Аға міне аман болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Енді әрмен қарай, қайсыңыздан жалғастырамын? Ой, күшті кепсіз ғой бүгін, дайындалып тұр. Әдемі қош келдіңіз. Есіміңіз? Гүлзира ханымға бір қошемет ұрып қойыңыздар. Бүгінгі мен қаншама тойда жүрем Жұғрат ака. Қаншама тойда жүрем, кейбір тойда меймандар қабағын түйіп жүреді. Ана тәтем шашын түйіп кепті, мына әдем қандай күшті. Ал құрметті той қонақтары, құрметті Шухрат, Гүлзада, бүгін міне Алматының осындай үлкен шаһарында керемет той жасап жатыр екенсің. Құтты болсын. Кішкентайымда Расулдың алғашқы мұсылман болған тойы құтты болсын. Расул үлкен жақсы азамат болсын. Еліне елеулі, халқына қалаулы, Тәжікстанның болашақ президенті болсын. Сіздерге рахмет, осындай барша жұртыңызды, жақын жандарыңызды шақырып той жасап жатқан. Мына алыс жақыннан келіп жатқан туысқандарыңызға рахмет, сіздерді сыйлап. Той жұғысты болсын барлығыңызға. Той құтты болсын. Гүлзада апай, Шухрат мырза, бүгінгі Расулдың міндетін атқарып ата-аналық парыздарыңызды өтеп түсінде той жасап жатырсыздар. Тойларыңыз құтты болсын. Шухраттың Расулдың келешегі жарқын болсын, бір бақытты, байқуатты азамат болсын, тек сіздерге жақсылығын көрсетсін. Көңіліңіз қандай кең болса, мінезіңіз қандай жайлы болса, өмірлеріңізде сондай бақытты болыңыздар. Барлық жақсылықтарды сіздерге тілейміз. Тойларыңыз құтты болсын, тойдан тойға жете беріңіздер, отбасыларыңызға тек жақсылық тілейміз. Ек қыз келеді, ұзатылып кетіп кетпесең. Қошемет епі, рахмет, тілектеріңіз үлкен рахмет. Міне біз Аллаға шүкір қазақ елі кең құшақты жайған елміз, көп ұлтты елміз, бір мұсылманбыз. Міне Аллаға шүкір қаншама
қонақтарымызды сыйдыра білген елімізбен Аллаға шүкір. Біздің оңтүстікте қазақ атам айтады, тамағыңа емес, қабағыңа қарай, етіңе емес, етіңе қарай дейді. Осындай біздің ниеттеріміз адал. Шұғырат көкеме қарасаң қандай, яғни мұңшыл жігіт бар. Күліп жүреді қандай керемет. Осылай болу керек қой әрқашан аға. Аман болайық деймін соған. Ана екі қыз қашан керек сөйлеп тұра берем ба енді осы жерде. Рахмет, аман болайық дендеріңіз сау болсын. Енді сіздер дастархан төріне жайғасуларыңызға рұқсат. Мархабат, қошемет деп қояйық ардақтар. Гүлзида жеңгемнің коллективі. Ой, Садиктің екі қызы келді-ау. Садиктің екі қызы келді-ау. Есіңдеріңіз? Танымайсың оларды негізі? Аты кім? Жаңа біздің балабақша, келіс балабақшасын кешіп берген штрафной екі қонақ ортаға келіңіздер. Кешіп берген штрафной. Рахмет, қошемет деп қояйық. Рахмет. Бүгін ғой, оңтүстікте тамаша. Қош келдіңіздер. Бойдақсыздар ма? Екеуіңіз де бойдақсыздар ма? Как раз бөлек-бөлек еркектер отырмын, Құдай қаласа. Бүгін тойдан бір жақсы көрейік. Жұғысты болсын. Осындай той сіздерге де жұғысты болсын. Мархабат, қайсыңыз үлкен? Есіңіз? Зейнегүл, қай жылғысың? 2002. Қайда тұрасың? Алматыда? Қайда оқыдың? Қайда оқыдың? Абайда? Мен танысқысы келіп отыр, бір кейін десеңді. Әзілдеп жатыр, мен өздеріңізден жалғастырайын арқам. Армысыздар, қайырлы кеш барлықтарыңызға. Гүлзат апай, осы балаңыздың, немереңіздің сүннет тойы құтты болсын. Енді күлгем. Барлықтарыңызға жақсылық тілеймін. Жендеріңізге амандық, отбасыларыңызға саулық тілеймін. Рахмет, мен сәл болмады дауысын төртке шығардып айтайын деп қалдым ғой, баяғы пульт телевизордан. Рахмет сіздерге, рахмет. Дастархан төріне жайғасуларыңызға рұқсат.